Mana do'stlar, mana 2 kun ustidan 68.100 qilib tashladim. Mana shu topshiriqlardan bunday bosib, bunday qilib olib, kunlik mukofotlardan ham bunday qilib olib, keyin mana shundan bittasini sotib oldimda, keyin shundan ko'tardim. Mana jami foydalanuvchilar 7700-590 ta bo'lib ketibdi. Telefon deyapti. Birinchi o'rinda mana shu bratimizga gap yo'q, lekin ID olganimga 200 berdi. Sizlarga ham tavsiya etaman, men kirib ketdim. Sizlar ham olinglar. Eng zo'r, agar kim muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga yozaverasiz. Shu menga yozaverasizlar. Menga yozaverasizlar, mana shu lichka. Do'stlar, men 2015 ben nima desam 15 Bo'pti, bo'lmasam do'stlar, keyin men 300 ga yig'yapman. 300 ga yig'ib olaman. Mana do'stlar, qayerdan oladi deb so'rashlaring mumkin. Mana 100 olish deb qo'yibdi bolalar. Keyin mana shu umumiy balans qanchaga ketishini bilasizlarmi? 68.000 bo'ladi bu almashtirish. Ya'ni mana o'qishni bilmaydiganlar uchun mana mashga almashtirishni belgilab qo'yaman. Yuborish do'stlaringga ulashlaringiz mumkin. Va yuborishni bosib, ID'si va shunaqalarni yozib qolasiz. Men PUBG ID'ga kiraman. Keyin bu yoqda 9,500 o'ylayapman, 9,400 bo'lgani kerak. Keyin shu bilan tugadi almashtirish, umumiy balans. Keyin sizlarga bitta mehmonchilik qilmoqchiman-da. Shu yerga kartasini, ID'sini yozib ketsin. Kartasini tashlab ketsin. Men shunday qilib tashlab beraman 68.000.